Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Haftada 2 marta dushanba va payshanba kunlariga Toshkent shahrining o'zidan ketmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga manzillarimiz Toshkent Abu Sahiy avtovokzalidan Yutong avtobuslarda reyslarda amalga oshirsanglar bo'ladi vatandoshlar. Dushanba payshanba kunlariga yo'lakay Moskva yo'nalishi bo'yicha ketmoqda avtobuslarimiz Samara, Penza, Rizan, Moskva. Конечно, oстановka bu avtobuslarimiz 2,5 sutka yo'l yurib Moskva Kateniki metroga kirib boradi aziz vatandoshlar. Moskvaning o'ziga boradigan hamyurtlarimizga ekrondagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin. Yo'lakay manzillarimizga aytib o'tdim. M5 yo'nalishi bo'yicha hisoblanadi bu reysimiz. Manzilimiz kirishlarda masjidimiz ko'rsatasiz. Toshkent Abu Sahiy avtovokzali yozib qo'ygan. Kirishlarda avtobus kassalarimiz bor aziz vatandoshlar. 8-9 kassaga kelib, biletlarni xarid qilishingiz mumkin. 80 nomeri bilan bog'lanib kelinglar faqat aziz vatandoshlar. Nomerlaringiz ishlamayapti deb ko'pchiliklar savollar bo'lyapti. WhatsApp, Telegramlarimiz bor aziz vatandoshlar. 24/7 xizmatlarda. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Pasportinglarni tashab, bir kun oldin onlayn tarzda messenjlarni blok qilib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.